Videoni oxirigacha ko'ringlar, santexniklarga aniq foydali video bo'ladi. Nimani hisobiga bu apparat kichkina bo'lishiga qaramasdan katta bosimni hosil qiladi. Bu apparat gidrolicheskiy bo'lib, gidrolika qoidasida ishlaydi. Suyuqlik bosimni butun tizimga teng taqsimlaydi va katta kuch hosil qiladi. Bilishingiz zarur bo'lgan detalingiz bu moy bachogi va uni remont qilish va moyni almashtirish. Aslo apparatni gorizontal saqlamaydi. Vertikal saqlash kerak. Hushyor bo'linglar. Nuriddagi g'alavani. Wow! Yerga tushib borishdan ehtiyot bo'linglar. Moy oqib ketadigan bo'lsa, bachokka qayta moy quyib, kaltsi o'rnatishdan oldin fumlentani o'rab, kaltoni yana qayta siqishi videosi ko'rsatilgan. Shuni biz primerda ko'rsatamiz bu videomizda. Qurilmaga mos keladigan moy modeli gidrolika tizimlari uchun любой brend, Shell, Lukoil, Mobil brendi yoki to'g'ri keladigan ishlab chiqaruvchini ISO VG22 yoki 32 modeli moyi to'g'ri keladi. Avtozapchast bozorlarida bor. 1 litr narxi atigi 40 mingdan 80 minggacha. Aytgancha, foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Apparatni moyini 12 oyda bir marta almashtirish kerak. Agarda apparatdan ko'p foydalanadigan bo'lsangiz, 6 oyda bir marta almashtiring. Tavsiyamiz har 3 oyda moy o'lchamini qarab qo'ying. Zarar qilmaydi. Moy holatini va rangini tekshirib turmasangiz, apparat presslash xususiyatidan suslashadi. Darhol moyni almashtiring yoki moy galifga qo'ying. Nero device'lari kafolatsiz sotilmaydi. Texnik ko'mak so'zda emas, shunaqa foydali video instruksiya bilan bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanish santexniklarga jo'natib qo'yinglar.